Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qo'g'irchog'imizni to'qishni boshlaymiz. Buning uchun bizga kiyimlar uchun qizil, oq va qora kerak bo'lar ekan. Sochiga shu rangdan ishlatdim va tanasiga alizeni shu rangdan ishlataman. Kurchog'imiz 2 razmerda bo'ladi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Ishimizni qo'l to'qishdan boshlaymiz. Qo'l uchun avval 4 ta zanjir olamiz. 1, 2, 3, 4. Endi ikkinchi zanjirdan to'qishni boshlaymiz. Ikkinchi zanjirga bitta ko'paytirish qilamiz. Keyingi zanjirga oddiy beznakit to'qiymiz. Endi mana bu oxirgi zanjirga 4 ta beznakit petli to'qiymiz. 1, 2, 3, 4. Endi bu tomondan to'qiymiz. Yana bitta oddiy beznakit petli to'qiymiz. Endi oxirgi keyingisiga ko'paytirish qilamiz. Mana birinchi qator bo'ldi. Endi bu yerda marker qo'yib olamiz. Endi ikkinchi qator. Bitta ko'paytirish qilar ekanmiz. Bitta ko'paytirish. Endi 3 ta oddiy beznakit to'qirganmiz. 1, 2, 3. Endi shu joyda 2 ta ko'paytirish qilar ekanmiz. 1. Birinchi ko'paytirishim. Bu ikkinchi ko'paytirish. Endi yana 3 ta oddiy beznakit to'qiymiz. 1, 2, 3 va mana bu oxirida bitta ko'paytirish qilamiz. Mana ikkinchi qator ham bo'ldi. Endi 3-chi va 4-chi qatorlarimiz oddiy 14 ta zanjiri o'zini to'qib chiqarganmiz. 2 qator. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shunaqasiga aylantirib 2 qator 14 ta zanjiri o'zini to'qib chiqasiz. Mana 2 qator to'qib keldim. Endi 5-chi qatorga keldik. 5-chi qatorda 6 ta beznakit to'qiymiz. 2, 3, 4, 5, 6. Endi bitta ko'paytirish qilamiz. Ko'paytirish. Endi markerimiz oxirigacha 7 ta beznakit petli to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana. Endi keyingi qator 6-chi qatorga keldik. 6-chi qatorda barmoq qilishimiz kerak ekan. Kurchog'imizga ip ildiramiz va mana shu birinchi teshikka kirib ipimizni olib chiqamiz. Keyin ikkitadan o'tkazamiz. Shunda kurchog'imizda bizda 2 ta zanjir qoladi. Endi yana kurchog'imizni ildirib, xuddi shu teshikka kirib ipimizni olib chiqamiz. Yana ikkitasidan o'tkazamiz. Kurchog'imizda shunda bizda 3 ta ip qoladi. Endi yana kurchog'imizga ipni olib, yana xuddi shu teshikka kirib, yana olib chiqamiz va yana ikkitadan o'tkazamiz. 4 ta bo'ldi. Shu bizda 5 ta bo'lishi kerak ekan. Yana kurchog'imizga ip olib kirib, xuddi shu teshikka kirib, yana ikkitadan o'tkazamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ldi. Endi shu 5 tadan baravariga tortib olar ekanmiz. Mana. Endi mana bu joydan to'qishda davom etamiz. Bitta to'qidim. Mana. Shunaqa qorasizlar. Mana barmoqcha chiqdi. Endi shunda markerimiz oxirigacha bizda yana 13 ta 14 ta beznakit petli chiqish kerak ekan. Mana bitta to'qidim men. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mana 14 ta. Endi 7-chi qatorga keldik. 7-chi qatorda bitta qisqartirish qilar ekanmiz. Mana shu barmoq ustidan bitta qisqartirish qilamiz. Mana bitta qisqartirish qildim. Endi markergacha 13 ta beznakit to'qirganmiz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 va mana oxirgisiga 13. 7-chi qator ham to'qib bo'ldik. Endi 8-chi qatorga keldik. 8-chi qatorga keldik. 8-chi qatorda hozir biz 14 ta beznakit petli bor. O'sha 14 tani o'zini to'qib chiqarganmiz. Qatorimiz oxirigacha 14 ta beznakit petlini o'zini aylantirib to'qib chiqamiz. Mana 14 tani o'zini to'qib keldim. Endi 9-chi qatorga keldik. 9-chi qatorda bitta qisqartirish qilamiz. Mana endi 5 ta beznakit to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Endi yana qisqartirish qilamiz. Yana markergacha 5 ta beznakitni o'zini to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5. 9-chi qator ham to'qib oldim. Endi 10-chi qator. 10-chi qatorda bitta qisqartirish qilamiz. Qisqartirish qildim. Endi markergacha 10 ta beznakit bor. Shu 10 tani o'zini to'qib qo'yar ekanmiz. 1, 2,
Bitta beznaketni o'qib keldim. Endi 11-qatorga kelibmiz. 11-qatorda bitta oddiy beznaketni o'qiymiz. Keyingisiga ko'paytirish qilamiz. Endi ikkita beznaketni o'qiymiz. Keyingisiga yana ko'paytirish qilamiz. Yana ikkita beznaketni o'qiymiz. Yana ko'paytirish qilamiz. Va markergacha 3 ta beznaketni o'qiymiz. 3. Mana 11-qator ham bo'ldi. Endi 12-qatordan 27-qatorgacha jami 16 qator bo'lar ekan. 14 ta zanjiri o'zini to'qib kelar ekanmiz. 16 qator. Mana 16 qator to'qib keldim. 12 dan 27-qatorgacha. Endi 28-qatorni o'qiymiz. 28-qatorda bitta qisqartirish qilar ekanmiz. Bitta qisqartirish. Keyin qatorimiz oxirigacha 12 ta petlyani o'zini to'qirganmiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mana 12. İchini to'ldirib ketasizlar. Endi 29-qator. 29-qatorda bizda jami 13 ta petля bor ekan. Shu 13 ta petlyani o'zini bir qator oddiy to'qib kelar ekansizlar. Mana bir qator oddiy to'qib keldim. Endi 30-qatorga kelibmiz. 30-qatorda 7 ta beznaketni to'qirganmiz. 1 2 3 4 5 6 7. Endi bitta qisqartirish qilar ekanmiz. Va markergacha 4 ta beznaketni o'zini to'qirganmiz. 2 3 4. Endi 31-qatorga keldik. 31-qatorda 12 ta beznaketni o'zini aylanasiga to'qib chiqarganmiz. Bir qator ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz to'qib chiqasizlar. Mana bir qator 12 tani o'zini to'qib keldim. Endi 32-qator bitta to'qiymiz. Bitta qisqartirish qilamiz. Endi 4 ta to'qiymiz. 1 2 3 4. Yana bitta qisqartirish qilamiz. Endi yana 3 ta beznaketni o'qiymiz markergacha. 1 2 3. Shu bilan qo'limiz tugabdi. Markerimizni olib tashlaymiz. Endi ipimni ozgina qoldirib kesib oldim. Endi bu joyda mana bu yerda birinchi zanjirga emas, ikkinchi zanjirga kurchog'imizni kirgizamiz. Bu ipimizni olib, bu tomondan olib chiqamizda. Keyin mana bu zanjirdan pastki tomonidan kiramiz. Keyin buni yana ildiramiz, keyin tortamiz. Mana shunaqa hosil bo'ladi. Endi buni bu tomondan boya tashlab ketgan birinchi mana bu zanjirimiz bor-ku, o'shanga ichki tomondan olib kiramizda, bu ipimizni tortib olamiz. Endi buni ham tortamiz. Mana. Shunda mana bu tugatgan joylar bilinmasdan bir xil bo'lib turadi. Keyin tanaga ulaganingizda ham chiroyli chiqadi. Endi bu ipini ichiga mahkamlab qo'yasizlar. Ichki tomoniga. Mana shu ichiga mahkamlab qo'yish kerak. Mana ulagan joylar bilinmasdan bir xil bo'lib turadi.